Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Qosim-Jomart To'qayev harbiylarga ogohlantirmasdan o'q otish buyrug'ini berdi. Qozog'istondagi tartibsizliklarni men boshqaryapman. Muxtor Abliyazov. Nursulton Nazarboyevning jiyani hibsga olindi. Yovvoyi Arman qo'lga olindi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Qosim-Jomart To'qayev harbiylarga ogohlantirmasdan o'q otish buyrug'ini berdi. U tartibsizliklar bo'yicha xalqqa qilgan murojaatida mojaroni tinch yo'l bilan hal etishning imkoni yo'qligini ta'kidlagan. Qozog'iston rahbari harbiylarga ogohlantirishsiz o'ldirish uchun terrorchilarga qarata o't ochishga buyruq berilganligini aytib o'tdi. Prezidentning ma'lum qilishicha, 20 ming bandit Almataga hujum qilgan. Yuzlab tinch aholi va askarlar yaralangan hamda halok bo'lishgan. Shaharda antiterror operatsiyasi boshlanmoqda. Uyingizdan chiqmang. Qozog'istondagi ovoz kuchaytirgichlar orqali shahar aholisi uydan chiqmasligi xabardor qilindi. Oyi, dada, men sizlarni yaxshi ko'raman. Biz aniq o'lib ketamiz. Namoyishlar paytida yosh askarning yaqinlariga yuborgan videoroligi. Пиздец полный. O'lamiz bu. Mama, papa, я вас люблю. O'lamiz bu. O'lamiz. Nursulton Nazarboyevning jiyani hibsga olindi. Qozog'iston Respublikasining birinchi prezidenti Elboshi Nursulton Nazarboyevning jiyani Samat Abish hibsga olindi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. U Qozog'istonda namoyishlar boshlanishi ortidan bundan 2 kun avval Milliy xavfsizlik qo'mitasining birinchi o'rinbosari lavozimidan ozod etilgandi. 43 yoshli general-leytenant Samat Satibalduyeli Abish Qozog'iston birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevning ukasining o'g'lidir. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi akademiyasini va Rossiya tashqi razvedka xizmati akademiyasini tamomlagan. 2010-yil yanvardan 2015-yil dekabrgacha Abish kadrlar bo'limi boshlig'i lavozimidan Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosarigacha ko'tarilgan. Qozog'istondagi tartibsizliklarni men boshqaryapman. Muxtor Abliyazov. Sobiq bankir Muxtor Abliyazov Reuters agentligiga bergan intervyusida o'zini muxolifat noroziliklarini yetakchisi deb ta'rifladi va Almatadagi taktika bo'yicha u bilan har kuni maslahatlashganligini aytdi. Men o'zimni muxolifat lideri sifatida ko'raman, dedi u. Har kuni namoyishchilar menga qo'ng'iroq qilib, biz shu yerda turibmiz, nima qilishimiz kerak deb so'rashadi. Uning so'zlariga ko'ra, Qozog'iston hozir geosiyosiy o'yinda. Agar G'arb jangga chiqmasa, Rossiya Qozog'istonni tiklangan Sovet ittifoqi turiga bo'ysunishga majbur qiladi. Uning fikricha, G'arb jangga kirishishi kerak. Agar bu yuz bermasa, Qozog'iston Belarusga aylanadi va Putin o'z dasturini Sovet ittifoqiga o'xshash tuzilmani qayta yaratishni uslubiy ravishda yuklaydi, dedi Abliyazov Reuters agentligiga. Yovvoyi Arman qo'lga olindi. Qozog'istonda Yovvoyi Arman nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Arman Jumageldiyev qo'lga olindi. Assalomu alaykum, Qozoq elim, Qozoq yerim. Bu beybitchilik. Mitingga chiqdik, Allohning qavliga. Bu beybitchilik miting emas, bu provokatsiya. Toza bari aroqchi bo'lib, narkotik narsalar chiqib, ayqalab so'ma beybitchilik miting deb Telegram артынан жүріп, Muxtor Abliyazov деген малдың артынан жүріп, қанша қан төгеді, қанша қазақ өліп жатыр. Талаптарын айта алмай жатсыңдар. Қой, тыныштыққа келейік, қанша қазақтың балдары өліп жатыр. Не болып жатыр сонда? Сол полиция болсын, военный болсын, бәрі қазақтар, қазақ еліміз егемендігімізді сақтайық, тәуелсіздігімізді сақтайық. Бұл жерде былай кеп бейбітшілік митингке шықпаған адамдар, провокаторлар, бұл қазақтың жаулары. Міне мен келдім, қазақ елім, жерім үшін деп, өлімге дайын болып келдім. Не істедіңдер мынау? Мен қанмен ағып жатырмын. Мен бұл қанға қарамаймын. Барам, айтам. Қазақ десе өмірімді, жанымды беруге дайын. Бірақтан бұндай митингке емес, бұндай провокацияға емес.
unda qani Yevropa Ittifoqi Rossiyani Qozog'istonga qo'shin kiritgani uchun ogohlantirdi. Xabar berib borayotganimizdek, Markaziy Osiyodagi yirik davlat hisoblangan Qozog'iston mamlakat tarixidagi eng dahshatli norozilik namoyishlarini boshidan kechirmoqda. Avvalida tinch namoyish sifatida boshlangan ommaviy harakatlar hozirga kelib qonli to'qnashuvlarga aylanib ketdi. Jahon ommaviy axborot vositalari markazida bo'lib turgan mamlakat rasmiylarining ma'lum qilishicha, politsiya va aholi o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlar natijasida har ikkala tarafdan o'nlab odamlar halok bo'lgan. 6-yanvar kuni Qozog'iston markaziy televideniyasining xabar berishicha, mamlakatdagi yirik shahar hisoblangan Almatada 2 politsiya xodimi boshsiz holda topilgan. Tahlikali vaziyat soyasida avvalroq shaharda internet bloklab qo'yilgan edi. Buning natijasida esa vaziyat haqida atroflicha yoritib borish imkonsizligicha qolmoqda. Ommaviy axborot vositalarining ma'lum qilishicha, birgina Almata shahrining o'zida minglab odamlar hibsga olingan, 400 dan ortiq kishi jarohatlangan. Shulardan kamida 60 nafari olgan tan jarohati tufayli tibbiy muassasasiga yotqizilib, jiddiy kuzatuv ostida ekani aytilmoqda. Gaz narxining ko'tarilishi ortidan boshlangan namoyishlar mamlakat birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevning hokimiyatdan butunlay ketishini talab qilgan qonli qo'zg'olonga ulanib ketgan. Mamlakat bo'ylab 2 haftalik favqulodda holatni joriy qilgan prezident Qosim-Jomart To'qayev izdan chiqqan vaziyatni bostirish maqsadida Rossiyadan yordam so'ragan. Qozog'istondagi namoyishlar ortidan O'zbekiston mintaqada liderlikni qo'liga oladi. Xalqaro ekspertlar Qozog'istondagi sodir bo'layotgan voqealarni diqqat bilan kuzatayotganligini bildirish asnosida mintaqadagi kelgusi vaziyatni ham prognoz qilmoqda. Ba'zi mutaxassislarning fikricha, voqea ortidan O'zbekiston mintaqada liderlikni qo'lga olishi mumkin. Bu haqda Markaziy Yevrosiyo tadqiqotlar jamoasi asoschisi Jen Murtazashvili o'z Twitter sahifasida yozgan. Qozog'istonning tabiiy resurslari hamda iqtisodiy islohotlarni qabul qilishi unga mintaqadagi kuchli iqtisodiyotga ega bo'lish imkonini berdi. Mamlakatning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini yordamga chorlashi mintaqada lider sifatidagi qudratiga putur yetkazadi. O'zbekistonda tashkilotdan tashqari mamlakat sifatida liderlik rolini egallash imkoni mavjud deb yozmoqda ekspert. Diqqat! Omikron O'zbekiston chegarasiga chekildi. Qozog'istonda 8 ta holatda koronavirusning Omikron shtammi aniqlandi. Bu haqda mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi xabar bergan. Ta'kidlanishicha, Almatada 7 ta va Nur-Sultonda bitta holatda koronavirusning yangi shtammi aniqlangan. Vazirlik Omikronning o'ziga xos xususiyatlari sifatida yuqori yuqumlilik, qayta infeksiya xavfining oshishi kabilarni eslatgan. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 6-yanvar holatiga ko'ra Omikron shtammi dunyoning 126 ta davlatida aniqlangan.